Onasini emsin, Xitoyda qolib ketdim. Londondan Xitoyga keldim. Janubiy Koreyaga uchishim kerak edi, lekin reysim 2 marta kechiktirilgani sababli Xitoyda qolib ketdim. Mayli, budilnik qo'yib uxlayman. Xavotirga o'rin yo'q dedim-da, uxladim. Uyg'onib, bort provodnikdan so'radim. Boarding qachon boshlanadi? Ular, kuting, biz sizga xabar beramiz deyishdi. Xotirjam bo'lib, endi baribir aytishadi degan fikrda birozgina mizg'ib olay deb uxladim. Ko'zimni ochsam, hech kim yo'q. Keyin bort provodnik tomonga yugurib bordim. So'rasam, samolyot uchib ketdi deyishdi. Voy onasini emsin dedim-da, keyin bilet narxini qidirib ko'rdim. Koreyaga taxminan $300 ekan. Bort provodnikning oldiga borib tushuntirdim. Keyin ozgina suhbatlashdik. Ular oxir vaziyatimni tushunib, Koreyaga boshqa reysga bilet olib berishdi. Suhbatlashganimgami yoki bilmayman, menga biletni bepul almashtirib berishdi. Yo'qsa cho'q $300 ketdi-da. Bu tajribalardan xulosa, transfer paytida budilnik qo'ying. Bort provodnikka ishonib qolmang. Biroz mizg'ib olay degan fikrdan ehtiyot bo'ling. Qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ying.